Men Komiljonova Nargiz Abdulhakimna, yoshim 58 da. 1991-yil O'rta Osiyo meditsina pediatriya institutini tamomladim va 30 yil davomida vrach-pediatr bo'lib ish faoliyatimni olib bordim. 2019-yildan boshlab psixologiyani o'rganishni boshladim va oliygohda o'qib, psixoterapevt yo'nalishida ish faoliyatimni davom ettiryapman. 8 yillik ish tajribam davomida ayollar bilan, bolalar bilan ulardagi nevroz, nevrosteniya, isteriya holatlari hamda stress, depressiya holatlaridan oson va yengil chiqarib, ularning salomatligini tiklanishiga sababchi bo'ldim. Hozirda Inject Medical klinikasida qalqonsimon bez kasalliklari, ichki kasalliklarga ruhiy tomondan psixologik yordam berib kelmoqdaman. Sahifamizni kuzatib boring. Sizga psixologiya yo'nalishi bo'yicha har qanday kasalliklarni tuzalish yo'llarini o'rgataman.